Hoji buva, charchab qolmayaptilarmi? Yo'q. Siz hech kim e'tibor bermagan nimangiz bor-da, bilasizmi? Shunday. Indamasdan bitta ba'zi jiddiy ishlar bitkizib qo'yasiz. Shunday. Hech kim bilmay qoladi. Maqtash emas bu lekin. Bo'ldi. Qanday yaxshi. Agar shu ham bir g'arib joy edi. Ha, Bu ham ko'ngil baland ko'tarilib qoldi. To'g'ri. Tog'da ishlarni qilsa ko'p bu. Nima deganda? Bu ham ko'pda. Go'zallashdi mana shu haqiqatda. Ya Abdulloh do'stim chiqdi-yu. Yaxshimisiz Abdulloh? Mashinaning axlatlarida o'xshab bo'ldi. Issorat aytamiz, ish ko'payganmi edi? Ko'paygan. Zo'r bo'libdi. Ko'cha shipirgan, masjidda shipirgan insonlarga jannatda hurlari inom qilingan ekan. O'g'il bolalarga, erkaklarga. Ha. Ayollar aytardi, yerni yuzini ochsang, Xudoyim seni nima? Yuzingni yoriq qiladi deb gapirishardi. Qizlariga aytishadi onalar. Bunaqa qizlar joy borligingiz sizdan eshityapman. Ha, yo'q, aynan bashorat qilingan ekan. Ulamolarimiz shuni deb turishadi-ku. Yahyo bey, charchab qolmayapsizmi? Yo'q, charchaganim yo'q. Yashanglar yigitlar, hammaga rahmat. Orjon aka, eshitdingizmi aka? Yerni yuzini ochganini bo'lishini eshitdingizmi? Alloh rozi bo'lsa bo'ldi. Allohning marhamatidan umidvorman bo'ldi tamom. Allohning rizoligi bilan aka sizga hur berilar ekan. Jannatda aka. Shuni aytyapti. Amin. Bashorat bor ekan shunaqa. Rahmat. Hoji buva, gap yo'q. Ko'nglim ko'tarildi. Yetolmaysan qalblarga, qalbim to'la dardlarga, olamga sig'mas qalbim, ichim to'ldi dardlarga. Keldi qanday zamonlar, nohaqligu yomonlar, kimga aytay yorollar, ichim to'ldi dardlarga. Otasin urganlar bor, bersa onaga azor. Ikki dunyo bo'lsa xor, ichim to'ldi dardlarga. Otasin urganlar bor, bersa onaga azor. Ikki dunyo bo'lsa xor, ichim to'ldi dardlarga. Aka ketsa ukadan, shoh qasirchim ortidan, gunoh yuklar yelkadan, ichim to'ldi dardlarga. Keldi qanday zamonlar, nohaqligu yomonlar, kimga aytay yorollar, ichim to'ldi dardlarga. Keldi qanday zamonlar, nohaqligu yomonlar, kimga aytay yorollar, ichim to'ldi dardlarga. Yetolmaysan qalblarga, qalbim to'la dardlarga, olamga sig'mas qalbim, ichim to'ldi dardlarga.
keldi qanday zamonlar, nohaqligu yomonlar. Kimga aytay yorollar, ichim to'ldi dardlarga. Otasin urganlar bor, bersa onaga azor. Ikki dunyo bo'lsa xor, ichim to'ldi dardlarga. Otasin urganlar bor, bersa onaga azor. Ikki dunyo bo'lsa xor, ichim to'ldi dardlarga. Aka ketsa ukadan, choq qasirchim ortidan, gunoh yuklar yelkadan. Ichim to'ldi dardlarga. Keldi qanday zamonlar, nohaqligu yomonlar. Kimga aytay yorollar, ichim to'ldi dardlarga. Keldi qanday zamonlar, nohaqligu yomonlar. Kimga aytay yorollar, ichim to'ldi dardlarga. Yetolmaysan qalblarga, qalbim to'la dardlarga. Olamga sig'mas qalbim, ichim to'ldi dardlarga. Keldi qanday zamonlar, nohaqligu yomonlar. Kimga aytay yorollar, ichim to'ldi dardlarga. Otasin urganlar bor, bersa onaga azor. Ikki dunyo bo'lsa xor, ichim to'ldi dardlarga. Otasin urganlar bor, bersa onaga azor. Ikki dunyo bo'lsa xor, ichim to'ldi dardlarga. Aka ketsa ukadan, choq qasirchim ortidan, gunoh yuklar yelkadan. Ichim to'ldi dardlarga. Keldi qanday zamonlar, nohaqligu yomonlar. Kimga aytay yorollar, ichim to'ldi dardlarga. Keldi qanday zamonlar, nohaqligu yomonlar. Kimga aytay yorollar, ichim to'ldi dardlarga. Yetolmaysan qalblarga, qalbim to'la dardlarga. Olamga sig'mas qalbim, ichim to'ldi dardlarga. Keldi qanday zamonlar, nohaqligu yomonlar. Kimga aytay yorollar,
ichim to'ldi dardlarga. Otasin urganlar bor, bersa onaga azor. Ikki dunyo bo'lsa xor, ichim to'ldi dardlarga. Otasin urganlar bor, bersa onaga azor. Ikki dunyo bo'lsa xor, ichim to'ldi dardlarga. Aka ketsa ukadan, choq qasirchim ortidan, gunoh yuklar yelkadan, ichim to'ldi dardlarga. Keldi qanday zamonlar, nohaqligu yomonlar. Kimga aytay yorollar, ichim to'ldi dardlarga. Keldi qanday zamonlar, nohaqligu yomonlar. Kimga aytay yorollar, ichim to'ldi dardlarga. Yetolmaysan qalblarga, qalbim to'la dardlarga. Olamga sig'mas qalbim, ichim to'ldi dardlarga. Keldi qanday zamonlar, nohaqligu yomonlar. Kimga aytay yorollar, ichim to'ldi dardlarga. Otasin urganlar bor, bersa onaga azor. Ikki dunyo bo'lsa xor, ichim to'ldi dardlarga. Otasin urganlar bor, bersa onaga azor. Ikki dunyo bo'lsa xor, ichim to'ldi dardlarga. Aka ketsa ukadan, choq qasirchim ortidan, gunoh yuklar yelkadan, ichim to'ldi dardlarga. Keldi qanday zamonlar, nohaqligu yomonlar. Kimga aytay yorollar, ichim to'ldi dardlarga. Keldi qanday zamonlar, nohaqligu yomonlar. Kimga aytay yorollar, ichim to'ldi dardlarga. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Qadrdonlar, yaxshimisizlar, sog'misizlar? Mana Xudo xolasa uylarimiz bitdi. Mehmonxonalarimiz bitdi. Ya bunachi shu sizlar tanigan Hamidullo akam, Abdulhamid akam. O'sha orasida Xudo xolasa. Bu Hamidullo akam katta powerni, powerzoda power akam, bu akam Hamidullo akam. Hunarlar ko'p ekan. Otalari power bo'lgan ekan, bobolari power bo'lgan ekan. Ustazoda power ekan. Xudo xolasa ertaga soat 9 ga oshimiz pishadi kilolarida. Xudo xolasa inshaalloh. Qo'naqchilar. Go'shama Halim akana go'sha. Go'shlarimiz ham mana chiroyli go'shtdan mana qarang. Voy.
Qarang, go'sht. Keloringlarimiz ham kishilarga botmaydigan go'shtlarni olib kelishdi. Kelaveramiz mana qadrdonlar. Oshxonalarimizdan bitti mana. Xudo xolasa mana kuxunliklarimiz o'rnadi. Mo'ykalarimiz ishlayapti. Mana suvlar bor qadrdonlar. Xudo xolasa suv, sovuq suv, bekam ko'z. Nasoslarimiz ham original zo'rlaridan qo'yilgan, mana chiroyli qilib o'rnatganmiz. Qadrdonlar mana spalniyimiz ham juda chiroyli, go'zal. Mana pechkamizni ham ertaga mehmonlarni kuzagandan keyin shunday o'rnatamiz. Shunaqa holatda spalniyimiz. Kirganda chap qo'lda sanuzel mana. Bitti sanuzelimiz ham. Faqat sanuzelimiz kafelini bosib bo'ldik. Hamma yo'g'i bitgan. Ertalab qatigandan keyin tozalab bo'lsa bo'ldi, qadrdonlar. Xudo xolasa deyarli hech qanaqa ish qolmadi. Hojatxonamizni ham agar hozir mahallada akalarimiz bitkizib yuborsa, nur ustiga nur. Bo'lmasam finaldan keyin ham bitkizib qo'ysa bo'laveradi. Chunki ichkarida hojatxona bor. Qadrdonlar, juda charchadik lekin. Xudo xolasa bitti baribir. Charchagan bo'lsak ham, charchalar Xudo xolasa yoziladi inshaalloh. Mana ichkari. Charchamayapsizlarmi aka? Olyapmiz. Shkafimizni olib kiryapmiz mana qadrdonlar, Xudo xolasa. Shkafni olib kiramiz, divonni olib kiramiz. Kafelni bosmaymiz, kafelni. Hayotda kafelni. Bo'ldi, mashina ustimga tushadi mendan, inshaalloh to'nmaylar. Men turibdi. Abdulloh aka ko'chaga bo'shibdi-yu. Assalomu alaykum. Qo'shni, yaxshimisiz? Qalaysiz? Olyapsizmi? Usta buvamlar o'g'illar, katta o'g'illar. Qadrdonlar. Yaxshimisizlar? Abdurahmon usta kanal aka. Boringlarga shukr, rahmat kattaga. Rahmat aka, sog' bo'ling. Qo'shni ancha yordam bo'ldi. Taniydimki men aka endi kelib. Ha, endi ancha xijolat bo'ladi u. Lekin ancha chiroyli bo'ldi. Mukammal bo'ldi. Xudo xolasa. Suvlarimiz tushyapti aka. Azizlarni qo'yib qo'ydik, sanuzel ishlatib qo'ydik. Ichkariga hojatxona qilib qo'ydik. Kecha kuni kirganimda tayyor bo'lgan yo'q edi. Hozir doz tayyor bo'ldi. Kafelar bugun bosib tugatildi. Ertaga artib tozalab qo'ysa bo'ldi, xudo xolasa. Alloh jo'da qilsin, rahmat. Mana blo'ylarimiz ham keldi, hojatxona ham bitib ketar ekan, Akmal aka, xudo xolasa. Mana aka men hech qanaqa ish qilmayman aka. Juda xursandman. Nihoyatda fayzli bo'lib ketdi. Ha, ochilib ketdi. Xudo xolasa xizmatdamiz, kelaverasiz obunachilar. Ana xudo xolasa. Akmal aka men o'rgatib oldik-da kameraga. Kelib gapiradigan bo'lib qoldi. Bunday qaradi, videolarni ko'rdi. Bunday videoga qarab gapirsan, ashi ekanmi, ashi Iqboljon ekanmi? Eng yaqin inson bo'lib qoldi Abdurahmon. Rahmat aka, jonim sog' bo'lasan. Kecha usta buvamni aytib turdim. Hoji akam, bo'lasiz. Hoji buvalardan endi bizlar hamma sog'inib qolamiz. Chunki bunaqa bo'lmaganda, hozir birinchi bunaqa bir o'ta ham yaqin qadrdon bo'lib ketmaganmiz mahallada. Bu yerda qanday shunaqa bo'ldi? Shu bizim ham bo'ldi. Xudo xolasa katta proyektlar boramiz. Inshaalloh, xudo xolasa. Kuzatib turamiz, bilib turamiz, kattaliklar. Xudo xolasa yetib boramiz. Mana shu gaplarga like bosib qo'yinglar qadrdonlar. Like arziydigan gaplar bo'lyapti. Obuna bo'lishga. Bo'lma mana Abdulla aka ham aytyapti. Nima qilamiz? Hamma joyda kimsa karton yopishtirib jon qilamiz. Xudo xolasa. Bunaqa gaplarga like bosmasanglar bo'lmaydi qadrdonlar. Like arziydigan gap bo'lyapti. Mana ustoshlardan hali almashib yurganimiz yo'q. Bu ustoshlar ham zerikib ketdi. Qiynalib ham ketdi. Endi shunaqa qilaman endi. Yengilroq kiyimlar kiyolmasam bo'lmaydi endi.
Qadrdonlar, mana Sirojni aka ham Ordelar, charchamayapsizlarmi? finalga yaqin sal o'ziga ketib qoldi. Gripp bor lekin bari. Jichcha. Lekin Dovlarni ichmaysizmi? gol olishim kerak. Hayot aka mo'g'alayotgan esimda yo'q. O'ta olib o'tgan birinchi o'rindasiz. Toshlardan sen yengillading endi. Tashnab. Hojatxonani g'ishtini uramiz deyishyapti, uraveringlar dedi. Men urmayman dedi. Mahalla bo'yniga oldi Abdulhamid aka. Hamdamda akam nima? Zakitovka qilyapti, ertaga ovqatni. Qolganlar O'tkir akam ham charchadi. Mana mashmola olib uradi mana mashmola. Hojatxonani uraman dedi. Qadrdonlar duo qilib qo'yasiz. Askandar akam hojatxonani bitkazadi. Mana Soyib akam ham mana shu yerda. Mana bu şeyda, xudo xohlasa Hojatxonani o'zlari bitkazishadi mana. Bo'ldi. Qani? Xizmat bo'lsa aytaverasizlar, ha? Hoji buva? Hoji buva. Bo'ldi endi uni ilmay qo'yavering endi boshqa joyga qo'yavering. Shuncha yillar turdi endi bu. Nimaniki o'zi? 100 litr baniki bu. 100 litr ban sanniki bu. Ha, shaqqa boravering. Bo'ldi, shuncha yillar turdi bo'ldi u. Joyi qo'yib qo'yapti-da. Diktat qilyapti. Diktat qilyapti. Qadrdonlar, mana shu kunga ham yetib keldik, xudo xolasa. Erta mana 9larga xudo xolasa xatmimiz. Allohga behisob shukr. Oson bo'lmadi bu sovuq kunlarda. Ancha-muncha kam ko'z bo'lgan bo'lsa, biz tarafdan bir qandaydir bir nojo'ya so'zlar o'tib qolgan bo'lsa, bu oynai jahonda ma'zur tutasizlar. Kamchiliklarimizdan rozi bo'lasizlar. Xudo xolasa mana ertangi inshaalloh Alloh yetkazsa, ertangi kunimizda bitta oila baxtli bo'lib, ko'zlarida yoshlar bilan yangi uyga kutilmagan mo'jizaga kirib boradi, xudo xolasa. Nima demadingiz? Tasavvur qilyapsiz gapirayotganimda? Nihoyat. Ko'zingizdan ko'rib turibman-da. Hozir sekin ketavermasa, Hoji aka yig'lab yuboradi. Bilyapti o'zi. Bunaqa yig'larni ko'rsatib bo'lmaydi. Bolaga Xudo xolasa mana aka ertaga kutilmagan bir insonni haligi qanaqa holatda yashab turgan joydan aka ko'zlarini bo'ylab, ko'zlarida yoshlar bilan ertaga inshaalloh ertangi kunga yetsak kirib kelayotgan ko'ramiz aka, Xudo xolasa uyga. Shu mahallada bir Xursandchilik ko'z yoshlari. xursandchilik ko'z yoshlarini albatta. Bu uylarni ko'rgan odam yig'lab oladi. To'g'ri aka. Abdurahmon, kuyov jo'ralar sherik bo'lib o'ynaymiz. Ana aka. Hoji akam boshladi finalni mana. Yo o'ynash kerak yo. Biz muzika o'ynaymiz. Biz Hoji aka siz qanaqasiga o'ynaysiz ham yarashaveradi. Kerak charchoy yozdiga o'ynaveradi biz muzikani. Qani, hop, chapa bilan. Ozgina. Qani? Ha. Hoji buva davom etamiz. Yangi istashganman. Soyib aka qo'rqitmaydi ular deb. Qadrdonlar, albatta kayfiyatlar a'lo. Haqiqatda a'lo kayfiyatlar. Endi ertaga final topshirilsa, qayerga boramiz endi? Biz aka sizlarni bilmadingiz, biz uyga boramiz. Yo, sizlar uyga borasizlar mayli. Har kuni Bizni uyga kirgizilmayapti, boring qarayapti. boring qarang. Kecha aytdingizmi, Hayat aka? Abdurahmon deydi, 11 gacha yurasizlarmi deydi. Ular sizlardan hijolat bo'lyapti. Sizlar ulardan hijolat bo'lyapsizlar. Shunaqa qilib uyga kirmayapsizlar. Mahalladagilar ham sizlar ham deydi. Shunaqa qilib bitkazamiz, to'g'rimi? Bir-birimizdan hijolat olamiz. Tezroq ishni tugataylik deymiz. Katta natija 18 kunda to'rxona uyga chiqarilib, Mana shu bolani qaranglar, men hayron qolyapman. Umuman tanimayapman. Videodan qochib yuradigan bola hozir qo'shiq ham aytib beradi, eshitib turinglar-da. bor telefon ha. O'zimiz suhbatga qaytamiz. Hozir O'zimiz Bizga sho'g'i. Avval ham tushunmadi biz. Mana shu yerda xaridorlar qaranglar, hech oldin bo'lmagan ish mana shu yerda bo'ldi. Bu yerga mana shu yerda bochkamiz bor mana qadrdonlar. Shu mana yo'mkisini suvni shu yerdan oladi bu xonadonga. Saqlaymiz, suv ombor. Suv ombor. Bu yerda tagida nimaga yerda tagiga?
achimaydi, isib qolmaydi, qaynab qolmaydi, muzlab qolmaydi qishda. Yollib ketmaydi. Teshilib olib tomdan suv oqib tushmaydi. Men aytyapman. Ashnaqa. Santen ukalarimizga yana bir bor rahmat. Malades ukalarimizga. O'rinboy, Ahrorbek, shogirdlari Doniyorbek. Juda bir ajoyib bolalar, zo'r bolalar. Malades, rosa chiroyli qilib ketishdi. Ayniqsa Ummatal akam. Bu Sanuzel masalasida ketyapti gap, qadrdonlar. Butun proyekt emas, Sanuzel masalasida gapirilyapti. Eng savobli joylari, ko'p ishlaydigan joylari. Kafelarini olib, bitkizib, mana finalga bitkizdi-da, oxirini tugatdi. Lekin bu yerda juda katta mehnat qilib turganlar bor. Ularni finalda alohida aytib o'tamiz, qadrdonlar. O'zingizlar ko'zingizlar bilan ko'rib turdinglar, bu kimlarligini bilasizlar o'zingizlar. Xudo xolasa finalda birma-bir aytib chiqamiz inshaalloh, xudo xolasa. Ha, hoji aka? Albatta. Hoji akam endi asosiy ishni qilgan bilan bizni boshimiz baribir. Ham ko'p ishlarda hoji akam bitkizdi. Kechagi videoda aytib o'tdim, ko'rdinglar. Bizda bosh qo'shchi bo'lib turgan usta, katta ustamiz hoji akam bo'ldi. Jamoa boshqa joydan proyektimizni chaqiramizmi? Iqbol akam ayniqsa mana hoji akam. Dasharga xudo xolasa. Mana endi tanishib oldik, chaqirsalar ham boramizda. Haydardik to'salaring. Aytsalar ham boramiz. Ketdi. Spalnilar ham qo'yilyaptimi endi? Zapar. Voy, kuraylarni ham olib qo'yibdi, sovurdi. Qani endi bir aylanib mana dekoratsiyalarni ham bir ko'rsatib beraylik mana. Do'ridan kirishlarimiz, dekoratsiyalarimiz. Ertaga shunaqa dekoratsiyalar bilan sizlarni qarshi olamiz, qadrdonlar. Bugun video juda ko'payib ketdi. 1 soatlik videomiz sizlarga kechagi videomizni ertalab qo'yganmiz. Zeriktirib qo'ymagan bo'lsa bo'ldi. Devolni ehtiyot qilamiz, devolni. Devorlarni ehtiyot qilamiz. Aka, anaqa kuchli quvvati bor bir odam yeganda mana shu hali nima deydi? Uchib beradigan haligi ovqatlarni qilib bermoqchi bo'lsangiz men roziman men. Abduhamid aka. Masalan qilib beramiz. Sovuq ham o'tdi, charchaq ham yetarlicha bo'ldi. Haligi bo'lmasa, Halga o'rib beraymi hozir? Qilavering. Nima qilsangiz biz uchun qilavering, hoji aka. To'y bo'lsa. Bayram. Yo'q, bo'lmas, halga qilaylik. Charchab ustalarni bir qo'yib olamiz. Abdurahmonjon ancha ishladi. Ko'rdik mana yerda. Sovuqlarni, yomg'irlardan bo'lmasa, Nima tova qani? Toshidami? Mutal aka. Tosh edi. Nima shekilli, ustiboshdan narsaga yeb ketdi shekilli. Chiroyli narsalarni ertaga olib beraman, ha? Olib ko'raman. Ha. Qayga? Ha, agar biz olib ketamiz. Kichkinasidan. Qadrdonlar, mana Ummatal akam ham juda qattiq ishladi. Kechasigacha ishladi. Biz bilan teng tugatdik. Bir paytgacha. Tugatdi Sanuzelni. Mana shu inson bo'ladi Ummatal akam. Ummatal aka charchab qolmabsizmi aka? Rahmat. Assalomu alaykum obunachilar. Mana ishlarimizni yakunladik. Ertaga finalni o'tkazib olsak, bayramda bo'ladi. Finalda ham, bayramda ham Birga bo'lamiz, xudo xolasa. Birga bo'lamiz, kelaverasizlar. Ummatal aka, Umidjon qani? Umidjon charchab qoldi shekilli, bugun kelmadi. Ertaga olsa bayramga keladi. O'zimni nurli ukam. Olsa ertaga keladi kechgacha.
bayramni bo'lsa shouga qilib o'tkazamiz. Xudo xolasa inshaalloh. Inshaalloh. Tanjonlar sog' olsin Himmat aka. Lekin sizlar juda gap yo'q. O'ta xursand bo'ldik aka siz ishlaringizdan. O'rnak olsa bo'ladigan ishlar qildingiz aka. Alloh rozi bo'lsin. Obunachilar duo qilib qo'yinglar Himmat akamni tarbiyasida, muomalasida, qilayotgan ishlarida o'rganadigan inson ekan Himmat akam. Abduhamid akam mana xuddi shunaqa muomalalari ham, tarbiyalari ham o'ta zo'r insonlar. Jigarni qalbi o'ta toza. Jigar o'ta mo'shni. Qalbi toza insonlar. Hamma narsaga to'g'ri baho berib, o'zini aqli fikri bo'yicha shart gapiradigan insonlardan. Rahmat Jigar, tanjonlar sog' bo'lsin. Qilgan xizmatlaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Alloh ajr savoblarini o'zi bersin. Jigar, Ustida nima qil? sizga deganman-ku buni. Ha, bo'ldi. Moni kiyib ish qiling desam, bu yoqqa tashlab nima qilay deyapti. Siz kiyasiz ish qilganda deb beruvdim-da. Nima qilay deyapti. Nima Jigar? Davom etmaysizmi? Jigar ochilib ketibdimi? Videoni ko'rdingizmi? Jigar videosi. Bog'chadagi. Ko'rsatib qo'ying videoga ham. Yo'q, mumkin emas ekanda. Nimaga? Bezu qilib ko'rsatadi aka. Ha. Bu tushunarli. Ha, mumkin emas. Hali qo'shib qo'ynamiz. Qo'shishni gulli. Qo'shishni gulli degan. Bolalar ko'tarib O'zi ashidagi tasavvur qilib beraymi hozir? Ha. Mikrofonni ushlabdi Jigar. Ha, davom etamiz. Mikrofonni juda ushlab olib, mana shunaqa sopdi, mikrofon qo'lida. Ha deb qo'yardi. Qo'shishni gulli. Qo'shishni gulli deb o'ynadi. Ha? Jigar. Men monochi bittasi kelib stolga o'tirib oladi, aql o'rnatib qo'yilami? Kafel qatib olsan, ertaman o'rnatib qo'yamiz. Kafel sal qatib olsin deyapmiz-da. Bu narsa bir chekkaga olib qo'yaveramiz, narigi burchakka. Bu hozir yangi chiqqan stollardan ekan o'tira olmasin. Ha. Narigi burchakka olib keldingmi, Himmat akasini? Bir yo'li. Jigar olish bersin shu. Shuni o'rnatib bo'lmadida, Abdurahmon. Kafel qatmadida? Ha, ertaga o'rnatib. Ha, ertaga qo'yib qo'yamiz. Ishlaydi endi u. Ha, ishlaydi. Sinamiz. Mana ovozlarni eshitamiz uni mana nari kaloriylarni qolib ketdi. Hozir Shilaka bo'ladi. Kirlay qolmagan, loy bilan urilish kerak endi. Ichkariga Shinovarimni qo'yib qo'yaveradi. ha. Endi yoshlik chog'imda final bo'ldi. Qadrdonlar final portlaydi. Endi Abdurahmon uxlab qolib baribir. Ertaga chiqaradi bu videoni. Va portlaydi. Final. Nima bo'lsa bo'lar ertaga. Ishni bugun tugatmasak bo'lmas. Uzun tunlar munchalar mahzun. Mahzun tunlar munchalar uzun. Men ertaga yashashga ishni bugun tugatmasak bo'lmas. Yoniga terib qo'yaverib, ikkita bittasini Aka bolaga qo'shiqdan ta'sirlandingizmi? Ha. O'z ta'sirli qo'shiq aytaman, nima? Qanchaga qo'yaveradi? Divan bilan shkafni bega olganimiz joiz bo'lmabdi-da, nimaga deylar? Sahni tozalanib oldi, keyin bu yoqqa olib kirib ketdik-da. Maqsad tozalab olish. Qayergadir olib turish kerak-ku. Janda oldim bu deb. Mana har xilda bor-ku unda. Bankada. Bankada bo'ladi. Ha, bor ekan. Yo, shunga seldiram deb to'g'rimi? Seldiram emas.
Qaramagan bilan. Mana yashanglar, rahmat. Hozir mana to'rtashni bo'ladi. Qattiq to'rga. Ana pechkada yaqilgan yo'q. Bu tezlar shartmasa ekan bu kabi. Tezlar sonra ko'rib yurgan yo'q kadrolar. Yo, yo'q, kirolmaydi bu yoqda. Kimga qo'yasan bu yoqda? Dorozdan qiyshashtiradi. Mana yaxshi kadrni buzyaptilar ekan. Aytganim bo'lamiz deyapti. Ashida 4 qadam joyi nimadan olib kelib turolmaydi. Chakana narsalar tashivardi, qo'shagan uyni oldida. To'g'rimi? Men bir uyga kirib chiqishim kerak. Biz uyimiz joyida turibdimi-kin, ha? Lekin ko'ngil bo'lmayapti, tashlab chiqib ketgan. Nima qilay endi? O'rganib qoldim nega? Ertaga hoji aka biz ketgandan keyin yolab yurmay, telefon qilishcha gaplashsa dardi yengillashaveradi. Xudo xolasa bular qayerda prek qilsa boramiz, a? Boramiz. Niyatlar bor, boramiz. Qani, inson umr mobaynida yashab o'taveradi-da. Qanaqadir mayda bir boshqacha hobbilar topaverar ekanda hoji aka. Lekin bu hazilakam ish emas-da. Bu nurmat esdan chiqmaydigan qilgan ishingizdan ko'nglingiz baribir to'laveradi. Qachon bo'lsa ham eslasangiz. Noto'g'ri qilgan, diyonatda bu narsaga. Qadrdonlar qochdi, o'zi ko'z yoshlari chiqishni boshladi. Ko'zlar yoshlari chiqishni boshladi. Ya, Arorbek. Aka. Nima yangiliklar bilan kelib qo'ydingiz? Mehmon olib keldim aka yana. Malabesga hozir eslab turdim sizni. Hozir buyumlab qo'ymasdan olib borib kelmasang bo'lmaydi dedi. Sen olib keldim aka. Gap yo'q, zo'r. Video olsam bo'laveradimi bo'laringizni? Bo'lar ekan aka bemalol. Tushmadimi hali? Qonida aka tushdi mashinadan. Ayollar bor, aytqilavering. Arorbek zo'r gap yo'q lekin aka. Hozir eslab turdingiz, ukalar rahmat deb. Boks mashina borib qolsaga darrov cho'chib chiqib yuboradi. Voh bo'ylar shu. Qadrdonlar hozir Rustamjon yangi mehmonlar kutib olyapti ekan. Ikkita videoda teng ololmaymiz. Ahrobek buvalarini Rustamjon kanaliga olib bo'lgandan keyin bir ko'rsatib o'taman sizlarga. Ahrobek ukamiz tanigan bo'lsanglar, santexnik ukamiz Chamanli dadalari bilan kelib shekillik. Mana hozir assalomu alaykum kelinglar aka. Aka, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Ahrobek dadalari menimcha. O'xshaydi o'zingizlar. Ashu kattalar oldiga o'tirding, aka o'tiribdilar. Kattalar oldiga. Ashu Zabar aka mehmonlar. Men choy damlashni boshlasak ham bo'laverar ekan mana. Kelinglar, assalomu alaykum hoji. Sizlar. Assalomu alaykum. Ahrorbekning buvalari, onalari. Qadrdonlar duo qilib qo'yasizlar Ahrorbekning buvalarini, onalarini. Domlani. Tavakkal domlani. Aytdingizmi tavakkal aka? Ha, aytdim domla. Nima dedi? So'radim, "Ne?" dedi. "Sen qaydan topib olding endi?" dedi. "Shunaqangi borib qoldim" desam, "Ye" dedi. Tanishdimi axir? Ha, tanidi. Salom yetgan. Tavakkal domla, tofli. Ustozimiz bo'libdi. Ingliz tili domla. Bahri kichkina Bahrindan. Salom aytaverdim men Bahrindan. Haybatchasiz. Sizni kulishingizga ishga o'zim qoldi. Assalomu alaykum. Adash keldi. Polvonim keldi, polvonim.
Salomlashib qo'yamizmi? Assalomu alaykum obunachilar. Sizlar charchamay, yaxshi ishlarmi? Ertaga ko'rgan birgalar kelaveringlar finalga. Mana uylar ham bitta xudo xolasa. Boringiz shu kamerada turing, bu yoqqa bu yoqqa tashlamaysiz. Ha, Gapirganim qo'rqib qoldim. Gapirgani ham qo'rqib Haroratga gap yo'q, kim malades. Rahmat tog'a. Rahmat sizlarga. O'tkir ekan, hoji akam oldiga borib gapirtirsam yolaveryapsiz. Yolavermaysiz. Albatta hamma yig'lilam ketadi. Endi bu nima? Mo'jizani qarang voy. Nimaga oldi, qanaqa edi bu Ha, joylar? o'sha yerda tasavvur qilgan qarang. Qanaqangi qarang voy. Allohimga shukr. Yetkizlarga shukr. Rahmat sizlarga. Hoji aka bilan Gap bor, kelib qoldingiz. Vaqtim o'sha. Bunaqa ishlar kutilmadi. Albatta. Chetda bo'ldingiz mana Sizlarga rahmat. Allah Jonlar sog' bo'lsin. Mana shu yerda katta bo'lib turdinglar, boshchi bo'lib turdinglar. Mahallani boshqarib, chaqirib, rahmat sizlarga. Rahmat. Jonlar bilan sog' bo'lsin. Qomarosdan ham sag'inib oladigan bo'lyapsizlar. Mana qaytib kelyapmiz o'ziga. Harolga gap yo'q, aka, mana biz. Xudo xolasa uka, boshqa proyektlarga ham chaqiramiz inshaalloh. Xudo xolasa o'tamiz aka. Nasib Qani uka, mana 2 kun 3 kunlik vaqtingizni ajratdingiz, hayotingizda bir qancha katta bir anaqa o'zingiz uchun sahifa ajratdingiz-da uka. Esdan chiqmaydigan, to'g'rimi Harolga? Ha. Bu endi u bir umrlik narsa, ham videolarda muhrlanib qoldi, ham men mana shu 3 kun vaqtimni Allohning yo'lida maza qilib o'tkazdim deb eslab yuradigan sizga bir ajoyib 3 kun bo'ldi-da. Bag'i bayramga, yil oxiriga, yil oxirini shunaqa qilib yopdim deb. ha, yil oxirini shunaqa xursandchilik nima bilan yopdik-da aka. Bunga ham rizq nasibda aka bu ham. Gap yo'q, siz ham omadingizni bersin. Zahrorbek, ota-onangizga rahmat uka. Tarbiya bergan ota-onangizga rahmat uka. Hammamizga ham shunaqa ota-onamizga duo olish nasib qilsin uka. Rahmat aka sizlarga ham. Rahmat. Janjonlar sog' bo'lsin. Aniq bilaman, bitta tasirotlar berdan nima qilib uyga borgansiz? Ular nima yo'q, kuzatuvchi bola emas. Mashinamda monitorimda ham kuzatib yuribdi buni ko'rib. Mashinada ham mashinada monitorda yaxshi ham mashinaga chiqsak ham monitordan o'sha nuqtani topib ko'ryapti. Keyin hozir dedan borib bozorga borib keldim uydagilar. Borib keldim. Buvim xafa bo'ldi. Bormayapsan sen. Biz boramiz degan edik. Sen ketding yoqqa. Alloh rozi Undan bo'lsin. keyin bo'pti yuringlar deb olib keldim-da, olib kelaman deb. Iskandar aka, nima bizda yangiliklar aka hozir, nima? Halgalarni olib keldim, ziravorlarni olib keldim. Surprizlar, yo'q, mayli aka, u bor narsalar gapirma. Surprizlardan nimalar bor? Surprizlarda ertaga finalga bir surpriz bormi aka? Sizda bir o'ylab qo'ygan bir rejangiz bormi? Men ertadan vaqtli turib shu powerga o'tini yaqib berib turaman, xudo xolasa. Keyin mehmonlar kutib olib u o'qib turaman, xudo xolasa. Rahmat. Mana bitta vazifani olingan odamni eshitdim, mana surpriz bor ekan, mana bitta katta surpriz bu ham. To'g'jon aka, sizlar surprizlarni xalq juda kattasini kutyapti aka. Bo'ldi, shu gap so'z yo'q, biz xizmatdamiz. Ertaga xudo xolasa shu soat ertalar shu bomdoddan keyin mana shu yerda Xudo xolasa aka, mana shu yerda hammasi tugagunga qadar sizlar bilan xayrlashuv kecha bo'ladi, bu yerda mahalla yupatar bo'ladi. Sizlar ketganlardan keyin. Endi hali sizlarga o'rganib qoldik. Qanaqa bo'lar ekancha hayajonli daqiqalar. Men bu uyga topshirilganiga emas, sizlarni ketib qolishingizga juda hayajon bor. To'g'risi gapda ketishlarini xohlamayman. Gaplashamiz, hali ko'p ko'rishamiz. Alloh qoldik mana. Doim mana biz tomonlarga yo'llaring tushsa, behijolat, iymanmasdan, tortinmasdan meni ham ko'rib turinglar, gapirasiz. Doim kelaveringlar, dorozamiz ochiq, har doim kelamiz. Biz mehmondan cho'chimaymiz. Mehmonga xursand bo'laveramiz. Sizlar mana bizning uyimizga qadam ranjida qildilar, boshimiz ko'klarga yetdi kelar. Rahmat. Bu degani hali Allohning marhamati dorozamizdan kirgandek bo'ldi. Shunday savobli ishda yurgan yigitlar bizni uyga kirib duo qildimi, zinachib bizga ham o'sha mana shu yerda boshlandi o'zi marhamati. Allohning marhamati. Inshaalloh birlarimiz og'ib. Rahmat. Hozirga shu tanishgandan xursandman.
aka ko'p oila bo'lib qoldik. Juda ham hali ham hayajondaman. Men hayolim ertadan keyin. Sog'inaman sizlarga. Bolaka. Nima surprizlar bor aka ertaga? Sizlarga rosa katta rahmat borda. Xolasmi aka? Ha? Shuncha mashina birga ishlab, bir dasturxonda o'tirib, ertaga aka finalimiz mana biz uyga ketishimiz kerak ertaga. Nima qilay? Qanaqa rejalar bo'lyapti aka sizda ertaga? Uni aytib bo'lmaydi-da. Nimaga? Aytsa u ochiqlanib qoladi. Ko'ziga yosh kelyapti. Ertaga yig'lab gaplashamiz. Yig'lab gaplashamiz. Qadrdonlar to'g'risi, men aniq bilaman, bir kun yoki 2 kun o'tmaydi, sog'inaman men aniq. Ishonib turibman. Chunki ertaga finalni o'tkazamiz. Tabriklar bo'ladi inshaalloh. Akalarimizni Hamid Abdulhamid akamizni oilasi bilan bu yerga olib kiramiz. Undan keyin bu yerdan shu akalarim bilan bitta oila bo'lib qolgan akalarim bilan xayrlashishni o'ylasam, qanday xayrlashamiz degan xayol menda faqat. Shuni Iqbol akam nima deydi ekan deb so'ragan joyim edi hozir. Hammadan so'rab chiqyapti. Nima deysiz shu Iqbol aka? Yig'lash turamizda. Keyingi proyektlarda inshaalloh keyingi proyektlarimizda albatta borasizlar aka. Albatta, Xudo xolasa. Behijolat. Endi proyekt tugadi degani xayrlashamiz degani emas. Hozir texnika zamoni, har xohlagan paytimizda inshaalloh bemalol ko'rishib gaplashib olamiz. Imkoniyatlarimiz bor shunaqa qadrdonlar, Xudo xolasa. Rahmat, tanjonlarlar sog' bo'lsin. Bolaga maza qildik. Mana shu yerda necha kun ishlagan bo'lsak, ming marta biz xursandmiz. Sizlardan, shu mahalladan, Hayot akamdan joy berib turib, mana shu yerdan yaqin bir devor qo'shilsa, agar sizni uyingiz oldida bo'lganimizni bilardik, aniq siznikida turardik. Yoki Hoji akamning uyini oldida bo'lganda u yerda turardik. Bu yerda hech qanaqa bir haligi unaqa inson yo'q ekan bu yerda. Hamma mehmondo'st, xuddi o'zimizga o'xshagan insonlardan deyotganda. Bunaqa vaziyatda vaqtni boy bermaydigan insonlar yig'ildi, xudo xolasa bu yerda. Hamda videolarga bitik bo'lib qoldi shu narsalar inshaalloh. Xudo xolasa. Endi qadrdonlar Hoji akam ko'rsating, Hoji akam ana bilaman yana olgan. Hoji akam ko'rsating. Abduhamid aka, tayyormi xudo xolasa? Xudo xolasa zagadov qilamiz tayyor. Bo'ldi endi. Ertaroq xudo xolasa olib bo'lamiz mehmonlarni. Qalblarni yumshatadigan gaplarni to'xtatamiz endi. Endi faqat xursandchilik qilamiz. Xursandchilik, xudo xolasa. Chunki bu hayot, bu narsaqa har doim bir xil bo'lmaydi. Bunaqa kunlar baribir doim bo'lmaydi, iloji yo'q. Xudo xolasa birgamiz endi bundan bagi mana shunchalik rizqimiz bor ekan, shu yerda ko'rishdik, gaplashdik. Xudo xolasa keyingi proyektlarda ham bilamiz, xudo xolasa. Xudo xolasa inshaalloh. Hoji aka xafa bo'lmang. Hoji akam ko'rsatgan ijolat bo'lyapti. Hoji akam qattiq ishlarda, Iqbol aka da. Qanchachilar? Ba'zi jonli ijro bo'lyapti ekan. Qani jonli ijro? Ajoyib ekan. Nimaga? Ellar aka ham juda zo'r insonda. Bular ham ertaga ketadi. Bular mehmon, ertaga sog'inasan, qidirib topolmaysan. Ellar akam ham juda ko'ngli toza odam ekan. Yaxshi inson ekan. Rahmat, shunchalik qilib rahmat. Rosa yomg'ir yog'ayotgan payt shu Ellar akam ham tomda biz bilan teppa-teng ishladi. Haligi to'g'ri doim chiqolmagandir, har kuni bo'la olmagandir. Juda ko'p vazifasi bor ekan akamning. Tongdan kun botgunga to'g'ri yetarli ish bor ekan. Biz unga bir narsa demaymiz, lekin imkon qadar chiqib turib biz bilan teppa-tenglash xizmat qilgan kunlari bo'ldi akaning ham. Alloh rozi bo'lsin. Duo qilib qo'yinglar. Assalomu